Svetni o'chiring, xulilik. Saloh aka, 1,5 yil bo'ldi shu spalini o'zgartiraylik deganimga. Men olib kelay deganimda yo'q degandingiz. Mana endi ahvol. Men erkakman, g'ururim bor. Kelin tomondan narsa olmayman. Mashri divanda xulaysan. Tez yuring. Yurolmani? Voy Jinar, Sevnur. o'rta. Bormisan, qanday o'rtoqni kuzimisan? O'zingchi? O'qishdan keyin ko'rmay ham ketding, erga tepsan deb eshitdim. Voy, ikkinchisiga homiladormisan? Ikkinchisiga? Voy, mana bu bola bo'yicha jirincha, o'g'lingmi bu? O'rta, o'g'ling soqoli bormi? Bo'ladi, конечно. O'g'lim emas, bu erim. Bu tomondan ham tortib qo'ying, baxtsiz bo'lib qolmay. O'rtoq, keyin gaplashamiz, charchamaydi, baxtli bo'linglar. Suyulmay o'ling. Men sizga aytdim soqolingiz olmang deb. Endi hamma yosh bola deb o'ylaydi. O'chir. O'rganib qolganman men. Yur, oldinga tush. Ha, bo'ldi, hozir. Saloh aka. Ha, Adam kelibdi, pastda shunda olib chiqing. bo'pti. Bitta-bittaga. Bitta-bittaga. Davay bolalar, hammamizni tashlaymiz. Ey! Nima qilyapsiz-da? Bilmasam mahallaga yangi bola keldi deb urib tashlamoqchi bo'lishdi. Bundan keyin taksini uyda oldigacha haydating. Chimga chiqib qolganingiz, nima bor? Ketdik. Saloh aka, choydan